ishonch u bir xil munosabat. Ishonch u bir xil mulk. Boshqalarning ishonchisiga erishish u bir xil sharaf. Atrofingizda ishonishga bo'ladigan odam bor bo'lsa, undaqda bu nihoyat cho'ng bir baxtdir. Turmuşda biz nurg'un kishilarni uchirtimiz. Ammo bizning ishonchimizga erisha oladiganlar nihoyat oz bo'ladi. Odatda bir odamga ishonch bo'lganda, ondan uningga samimiy ko'nglimizni beramiz. Ondan uningga hol ahvolimizni tatlaymiz. Ishonch bir xil e'tirof qilish bo'lib, uning naqadar qimmatligini o'z ko'nglimizda bila olamiz. Ishonch u bir xil mas'uliyat. O'zimizga ilishqi tegishli mas'uliyatdir. O'z zimmamizga ilishqi tegishli mas'uliyatdir. Gullar bahorning ishonchisi bo'g'achqa po'raklab ichilalaydi. Egiz tog'lar ziminning ishonchisi bo'g'achqa bahayvat qad ko'tarib turalaydi. Kichik iqinlar dengiz okeanlarning ishonchisi bo'g'achqa texmi ko'p hayotlikqa erisha oladi. Ishonch barliq qimmatlarning asosiy yo'li. Faqat biriga ishongan vaqtda ondan uning oldida o'zimizning ojizlik tarafini ko'rsatamiz. Faqat bir odamga ishongan vaqtda ondan uning mo'rlariga ko'z yoshlarimizni to'kalaymiz. Boshqalar sizga o'z maxfiyatligini so'zlab bergan vaqtida bu uning sizga ishonch bog'laganligi hamda sizning odamiyligingizni e'tirof qilganligini bildiradi. Siz agar boshqalarning ishonchisiga erishsangiz, siz bu xil ishonchni saqlab qolishni bilishingiz kerak. Hamda ularni umidsizlantiradigan ishni qilmasligingiz kerak. Chunki boshqalarning ishonchisiga erishish u bir xil baxtdir. Ishonch u ishonish ham havola qilib topshirishga jur'at qilishdir. Ishonchning ahamiyati bo'lsa, birga xushal o'tish. Ishonch bo'lsa, bir xil hayotlik tuyg'usi bo'lib, u yana bir xil oliyjanobliqqa ega hissiyot. Texmi muhim bo'lgani u odam bilan odamni bog'lab turadigan bir xil tuguncha. Umringizda sizga chin ko'nglidan muomala qiladigan odamlardan nechisi bor bo'ladi? Ularning sizga chin ko'nglidan muomala qilishdagi sabab bo'lsa, sizning ishonchli bo'lganligingiz uchundir. Odamda birlik qalb bo'ladi. Ishonchmi ham birlik qitim bo'ladi. Shunglashqa uni hassalab qadrlang. Hargiz e'tiborsiz qarab tashlab qo'ymang.